Hammaga assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Sizlar ham mana shu revijer bersanglar. Sizlarda ham shu savol bo'lgan bo'lsa kerak, qaysi revijer bersam yaxshiroq bo'ladi? Qaysi biri полезнeyroq degan vопроslaringlar bo'lsa, shu vaprosga javob bilish uchun shu videoni ko'rsanglar bo'ladi. Polni tushuntirib o'tiraman, qaysi revijer yaxshi ekan. O'zim praktikada ishlatib ko'rdim. Qaysi necha oylik cho'jalarga qaysi revijer bo'lmasam katta xorozlarga qaysi revijer to'g'ri kelishi polностью shu harakat qilib tushuntirib aytib o'taman. Xullas revijerlar ikki xili bo'ladi. Shu mana nefiltrovanniy bo'ladi. Nefiltrovanniy shu tanasidan olinadi, aslan keyin jigaridan olinadi, keyin boshqa joylardan olinadi. Mana revijer filtrovanniy bo'ladi. Filtrovanniy sal tozalangan bo'ladi. Shu oddiy yoqqa o'xshaydi. Hozir bu tugadi. Endi mana bu ishni shuni ishlatardim. Sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Polniy. Xullas mana bu revijer nefiltrovanniy. Bu katta tovuqlarga, katta xorozlarga yo'lmasam 3 oy, 4 oydan o'tgan, по крайней мере 2 oydan o'tgan cho'chalarga bersang yaxshi bo'ladi. Nima sababdan? Buni ichida nima deydi? Ona premis deb qo'yadi o'rischa, o'zbekchasiga esimdan chiqib qoldi. Nima deydi? Xullas yog'dan tashqari boshqa narsalari bo'lishi mumkin. Напрямую shu baliqlardan olingani uchun bakteriya yo'lmasam bironta kasalligi bo'lishi mumkin. Buni agar kichkina cho'chalarga bersanglar, bu ichini ketiradi. Masalan 1 oylik yo'lmasam 10 kunlik, 15 kunlik cho'chalar bersanglar, ularda hech qanday immuniteti yo'qda. Ularni ichini ketirib o'ldirib qo'yadi, xullas kasal qiladi. Buni nefiltrovaniydan bersanglar. Naborot kattalariga bersanglar, buni sostavida shu endi yog'dan boshqa aytdim-ku, boshqa narsalardan ham olinadi. Sostavi sal bogatayroq, kuchliroq. Kattalarga bersanglar, naborot foydasi ko'proq bo'ladi. Ichini ketirib bunday o'ldirib qo'ymaydi. Naborot yaxshi bo'ladi. Endi mana bu revijer, bu eng zo'r revijer. Buni Valderisdan olaman. Kimga qiziq bo'lsa, o'zining narxini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday revijer yozsangiz chiqib keladi. Qimmatroq, bu ancha qimmat turadi. Bu filtrovanniy. Oddiy yoqqa o'xshaydi. Buni nimaga olib ishlataman? Buni 0 kundan bersanglar bo'ladi. Cho'chaq ochildimi? Sразу yemga qo'shib bersanglar bo'ladi. Bu ham kattalariga ham bersanglar bo'ladi, ham kichkinalariga bersanglar ham bo'ladi. Bu qimmatroq bo'lgani uchun mana nefiltrovaniydan zakaz qo'ydim. Buni aslida cho'chalarga beraman, yo'q bo'lmasa yaxshi zotlarga beramiz. O'zi tugadi. Bundan ko'p bermas kerak. Shu men na glaz beraman. Endi bularni rekomendovanniy sutishning normasi 2,5 1,5 millilitr bir kunga. Bitta tovuqqa yo bitta xorozga. O'zingizga o'lchab yeminaga qo'shib bersanglar bo'ladi. Buni berish juda oddiy. Berish nima deydi? Prosto. Agar toza revijer bo'lsa, mana uni olsanglar, masalan, suvga aralashtirgan suv ustida turib qoladi. Shuning uchun issiqroq suvga, ilmiqroq suvga aralashtirib, chayqab ustiga solib, yemma keyin aralashtirib bersanglar yaxshi bo'ladi. Bunisi вообще quyuq. Juda quyuq bo'ladi u ham. Buni ham iloji bo'lsa suvga aralashtirib, yo bo'lmasam yaxshi bironta mikser-pikserga aralashtirib bersanglar, yo bo'lmasam manga o'xshab qo'lda aralashtirsanglar, yaxshilab aralashtirib, shu hamma yoqiga tegish uchun bu hamma yoqiga tegadi. Xullas yaxshi aralashtirsanglar, shuni aralashtirib bersanglar bo'ladi, oddiy yemga qo'shib. Keyin bundan ko'p bermash kerak. Revijerdan iloji bo'lsa o'rtada pererif qilib turish kerak. Har kun beraversanglar ham bo'lmaydi. O'zsan katta bo'lsin deb turib, endi massa vesi olsin deb turib bera oladi odamlar. Unda qilish noto'g'ri. Revijer o'zini vaqti bo'ladi, berish vaqti, o'zi normasi bu. Normasidan oshsanglar o'zi ziyon. Shunday gaplar, agar sog' bo'lasizlar.